Savaqdaş, endi S harfi bilan tanışib beqing. Baş S. O'tira S. O'g'lanmi S. Yalg'iz S. Sodir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomulni teshib chiqdi? Tarxundan keltirilgan is quyoshni to'sib oldi. Quyosh hech nimani ko'ramligashga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppidi qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lvas. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga O'ni qo'shsak, so bo'ladi. S-O, so. S-A, sa-ni, san. S-A, sa-ni, san. S-O, so, te, sot. A'ga sanni qo'shsak, asan bo'ladi. A, S-A, sa-ni, san. Asan. Qochqullar. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? Ingaklaring qizirib, qash ko'zlaring qap-qara bo'lib ketibdi-ku. Nim bo'lding Samsoq aka? Nimisini deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'i solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgil tasli qoldi. Ular texi uningdan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, ataganlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'tirdigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqni qanday qilamiz? Qanday qiladi? Senmi qarab turadigan bo'lsan, ular qiymikash bilan chanab, mening qitig'ini chiqarib o'tadi. Ondan qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Oqibatingning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men qo'rqib ketdim. Tezroq bir amal topsangchi Samsoq aka. Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerdan darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoyliga chiqib qarab boqayli. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sanduq yasayapti. Biz avval sanduq ustiga chiqib sinab boqayli. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hey, Samsoqjon, sen kichikam chaqqan bo'lgandikan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketayli. Oy! Azadlık'a eriştik. Biz erkinlikka chiqdik. Ey, Samsoqjon, ehtiyot qil. Arqangga yon, poyez keldi. Voy xudoyim. Aldirab xo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'ngli ayrilganni eyiqya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytibdi ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi borana? Hey.